Quyidagi berilgan modulli tenglamani qanday ishlaymiz? Xo'p, birinchi ichkaridagi kichkina modul x plus 2 ni a bilan belgilash kiritib olamiz. Shunda modulda x plus 2 ni o'rniga a ni yozib ketadigan bo'lsam, katta modulda a minus 23 teng bo'ladi 5 ga. Endi modul bizda masofani bildiradi. Masofa 5 ga teng bo'lishi uchun mana shu modulda ichida kelayotgan a minus 23 imiz bir marta minus 5 ga, bir marta 5 ga teng bo'lsa, o'shanda moduldan 5 chiqadi. Demak, ishlanish usuli bo'yicha a minus 23 ni tenglayman bir marta minus 5 ga. Bundan ishlasam a teng 18 degan javob chiqadi. Birinchisi. Ikkinchisi, bir marta a minus 23 ni tenglayman 5 ga. Bu joydan ishlaydigan bo'lsam a teng 28 degan javob chiqadi. Ana endi a ni 18 ligini bir marta a ni o'rniga qo'yaman. A ni 28 ligini ham a ni o'rniga olib borib qo'yib, yana tenglamalarni ishlab qo'yamiz. Demak, birinchi holatda x plus 2 teng bo'ldi. A ni o'rniga 18 ni qo'ydim. 18 ga. Ikkinchi holat modulda x plus 2 teng bo'ldi. A ni o'rniga bir marta 28 ni qo'ydim. Teng bo'ladi 28 ga. Demak, birinchi tenglamamizni ishlayman. X plus 2 18 ga teng bo'lishi uchun ichkaridagi son minus 18 ga yoki plus 18 ga teng bo'lishi kerak. X plus 2 ni tenglayman minus 18 ga. X plus 2 ni tenglayman 18 ga. Ishlasam x teng minus 20 ga, x teng 16 ga. Keyingi tenglamamizda x plus 2 28 ga teng bo'lishligi uchun x plus 2 ni tenglayman bir marta 28 ga. X plus 2 ni tenglayman bir marta minus 28 ga. Birinchisini ishlasam x teng 26, x teng, ikkinchisini ishlasam minus 30. Demak, bu tenglamamiz 4 ta yechimga ega. Minus 20, 16, 26 yu minus 30 degan 4 ta yechimga ega bo'ladi.